insonda kattatarin dushmani dunyoga shayton ekan. Shayton hamisha insonda vasvasa qiladi. Hamisha. Va mutaasifona ko'pimiz musulmonlar uni aytganini ham qilamiz. Uni yeldan harakat qilamiz. Araqliki shaytonda uncha zo'ri qudrati yo'qki bizlarni qo'limizdan ushlab gunoh tarafga qaratib olib borsa, yo bir haromni keltirib bizga yedirsa, yo bizani majbur qilsa-ki bir borib bir gunohni qilsak, bir harom desak, bir harom yerga qarab ketsak. Shayton faqat da'vat qiladi, faqat aytadi, faqat vasvasa qiladi. Yomonliklarni, gunohlarni yaxshi qilib ko'rsatadi, shirin qilib insonni ko'ziga ko'rsatadi. Va Alloh ham aytgan, yaxshi yilda ham ko'rsatgan, yomon yilda ham ko'rsatgan. Va dunyoga siz insonlar Alloh taolo yaxshi yildan ko'rsatib qo'ygan, yomon yilda ham. Intixobni siz insonlar qilamiz. Yaxshi qildingiz, podoshingiz bor. Yaxshi qildingiz, jannatga borasiz. Yaxshi ish qildingiz, yaxshi amal qildingiz, rohat bo'lasiz. Yaxshi qildingiz, Xudoga eshitasiz. Agar shaytonning aytganini qildingiz, u ham intixobingiz o'zingizda darbadar bo'lasiz. Va qiyomat kuniga hech bir bahonangiz bo'lmaydi. Qiyomat kuniga vaqtiga hamma hisob va kitob xolos. Jannatdagilar jannat ketdi, do'zax ketdi. Shayton aytdi ekan insonlarga, Alloh sizlarga va'dai rost berdi, Allohning va'dasi haq edi. Va'dai podosh berdi, va'dai jannat berdi, va'dai didor berdi. Va'dai oromish rohatlikni berdi. Va men shayton aytdi ekan sizlarga va'dai berdimki yolg'on edi. Meni va'damga xilof qildim. Men yolg'on aytdim, men sizlarni allayedim, men firqonlik qildim deb shayton o'zi iqror qiladi. Va shayton aytadi: "Ey insonlar, men sizlarning ustlaringizga hech bir sultam yo'q edi, bunda qudratim yo'q edi, bunda zo'rim yo'q ediki, sizlarni majbur qilgan bo'lsam borib gunohni qildirsam, yo'q, sizlarni faqat men vasvasa qildim. Sizlarga faqat aytdim, sizlarni faqat gunoh tarafiga qarab da'vat qildim. Va sizlar deylarki quloq soladinglar va u ham yomon ishlarni qiladinglar." Fa shayton aytadi, u o'ziga aytgan: "Ey inson, meni sarzanish qilmagin endi. Meni malomat qilmagin endi." Shayton aytgan: "Meni malomat qilma, o'zingni malomat qilgin, o'zingni sarzanish qilgin." Alloh rahim qilsin. Alloh hammamizni hidoyat qilsin. Alloh hammamizni yaxshi yo'lda ko'rsatsin va yaxshi yo'lga hammamizni hidoyat qilsin. Va tavfiq va istiqomat bersin. Assalomu alaykum.